Bu fikr uni bosh vaqtlarda o'qib yurgan fantastik romanlarni darrov eslatadi. Qiziqib, u turli sehr nomlarini baqirib sinab ko'ra boshlaydi. Otash topi hech narsa bo'lmaydi. Olov bo'roni yana hech narsa. Olov devori yana javob yo'q. Taslim bo'lishni istamay, u hatto o'sha romanlardan eslab qolgan sehrli formulani ham aytib ko'radi. Ammo bu ham foydasiz bo'lib chiqadi. Nihoyat, juvon mag'lubiyat bilan xo'rsinib, taslim bo'ladi. Sehrni o'z ixtiyori bilan ishlatishning qandaydir yashirin siri bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Shunga qaramay, u o'zida sehrli qobiliyat borligiga to'liq amin edi. Axir, dahshatli, katta yara qolishi kerak bo'lgan qoli hech qanday chandiq qoldirmasdan allaqachon butunlay bitib ketgan edi. Uning ichida qat'iyat alangalanadi. Juvon sehrni o'rganishga qasamyod qiladi. Sehrini iloji boricha tezroq boshqarishni o'rganishga. Bu nafaqat uni kuchliroq ovchiga aylantiradi, balki oilasi jarohat olganda ularni davolashga ham imkon beradi. Ayniqsa bu tog'da birorta ham shifokor yo'qligini hisobga olsak. U mushtlarni qattiq siqib, o'ziga jimgina va'da beradi. Kuchliroq, yaxshiroq va qobiliyatliroq bo'lishga. U oilasini himoya qilishni va ularga hozirgidan ancha yaxshiroq hayot berishni xohlaydi. Hammasidan ko'ra, u endi hech qachon la'nat deb atalishni istamaydi. U qayerga borsa, olim olib keladigan odam sifatida ko'rilishni aslo xohlamaydi. Og'riqli xotiralar yana yodiga tusha boshlaydi. Ota-onasi vafot etganidan keyin uni qabul qilishga rozi bo'lgan yagona odam bobosi edi. Chunki boshqa qarindoshlarning hech biri uni tarbiyalash yukini o'z bo'yniga olishni istamagan edi. Ammo ko'p o'tmay bobosi ham vafot etadi. O'sha kundan boshlab barcha amakivachchalari juvonni ayblashardi. Ular uni rahmsizlarcha kaltaklashardi. Uni yovuz, unga gamxo'rlik qilgan har bir kishiga olim olib keladigan la'natlangan bola deb hisoblab. Juvon bu xotiralarni zorlik bilan miyasining orqa tomoniga surib qo'yadi. Hozir 60 haqida o'ylash vaqti emas. Uning qilishi kerak bo'lgan muhimroq ishlari bor. Borining qoni osongina boshqa xavfli yirtqichlarni jalb qilishi mumkin edi. Vaqtni behuda sarflamay, og'ir jasadni yelkasiga ko'tarib, tog' kulbasi tomon olib borishga tushadi. Uni bolaklab oilasi uchun go'shtga aylantirish niyatida. Kulbada esa Lizzi va Dorochi kechki ovqat tayyorlashayotgan edi. Birdan derazadan tikilib turgan bori boshini payqab qolishadi. Bu dahshatli manzara Dorotini darrov yiglab yuborishga majbur qiladi. Uning yigisini eshitib, Lizzi darhol pichoq oladi va Dorochini himoya qilish uchun uning oldida turadi. Tashqarida nima bo'lishidan qat'iy nazar himoya qilishga tayyor. Asabiylashib, u derazadan tashqariga qaraydi. Yengillik to'lqini uni chulgab oladi. Bu tirik bori emas edi. Bu yelkasida olik borini ko'tarib kelayotgan juvon edi. Biroq bu yengillik uzoq davom etmaydi. Uning yuzini qoplagan tirnalgan joylar va ko'karishlarni payqagan zahoti, u tashqariga yugurib chiqib, uning ahvolini tekshiradi. Lizzi uzoq o'ylamasdanoq juvon juda xavfli bir jangdan o'tgan bo'lishi kerakligini anglaydi. Aks holda u hech qachon bunchalik og'ir jarohatlangan holda qaytib kelmasdi. Juvon uni ohista tinchlantirishga harakat qilib, bular shunchaki bir nechta kichik tirnalishlar ekanini va hozir hammasi joyida ekanini tushuntirmoqchi bo'ladi. Lizzi uning so'zlarini tushunmasa-da, uning yuz ifodasi va muloyim ohangidan uni tashvishlanmaslikka ishontirmoqchi ekanini his qiladi. Oylab ham o'tirmasdan, u to'satdan og'zini, qo'llarini uning atrofiga orab, mahkam quchoqlaydi. Bu kutilmagan quchoq juvonni butunlay hayratda qoldiradi. U hech qachon Lizzining birinchi bo'lib bunday qadam tashlashini kutmagan edi. Dorochi ham tezda ularga qo'shilib, uning tizzalarini kichkina qo'llari bilan quchoqlab, qanchalik qo'rqqanini aytishga urinadi. Ikkalasi ham bir-birining tilini tushunmasa-da, so'zlarsiz ham juvon ularning naqadar xavotirlanganini aniq his qiladi. Bu anglash uni gunohkorlik hissi bilan to'ldiradi. U o'ziga ularni hech qachon yig'latmaslikka va'da bergan edi. Ammo hali bir kun ham o'tmasdan, u allaqachon o'sha va'dasini buzib qo'ygan edi. Ertasi kuni ertalab, hamma nihoyat tinchlangach, juvon borini qayta ishlashga kirishadi. U terisini ehtiyotkorlik bilan shilib, go'shtini suyaklardan ajrata boshlaydi. Yoshligida u chorvachilikni yoqtirgan bobosini tez-tez kuzatgan. U ba'zan maxsus kunlarda hayvonlarni soyardi. Juvon asosiy usullarni eslab qolgan bo'lsa-da, hayvonni qayta ishlash bobosi ko'rsatganidan ancha qiyinroq ekanini tezda anglaydi. Shunga qaramay, qanchalik qiyin bo'lmasin, oilasi uchun bu ishni tugatish kerak edi. Aynan ishni davom ettirmoqchi bo'lganida, Lizzi savat ko'tarib omborga kirib keladi. U jimgina savatni unga uzatadi, toki yangi kesilgan go'shtni qo'yishga joy bo'lsin. Juvon minnatdorchilik bilan tabassum qilib, unga rahmat aytishga urinadi. Ammo mahalliy tilni talaffuz qilishi noqulay va uddaburonlik bilan chiqadi. Uning qiynalayotganini ko'rib, Lizzi so'zni ohista takrorlab, to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. Hayotida birinchi marta kimdir unga chin dildan rahmat aytadi. Bu Lizzini yana bir narsani
anglashga majbur qiladi. U juvon bilan ko'plab birinchi tajribalarni baham ko'rgan edi. Chin yurakdan aytilgan birinchi rahmatni eshitishdan tortib, hatto o'zining birinchi opichini baham ko'rishgacha. Biroq bu, shuningdek, uni oylantirib ham qo'yadi. U juvonning ham birinchi opichi bo'ldimikin yoki boshqa bir ayol allaqachon bu qadrli lahzani undan o'girlab olganmikin? Ayol sifatida juvonning birinchi opichini kim olgan bo'lsa, o'sha kishiga nisbatan hasadni his qilmasdan qololmaydi. Bu fikr uni birozgina xafa qiladi va o'zi sezmagan holda yuragi o'ylamasligi kerak bo'lgan fikrlar tomon sura boshlaydi. Shunga qaramay, Liza hali ham qilinishi kerak bo'lgan ishlar borligini eslab, tezda o'zini haqiqatga qaytaradi. U juvonga go'shtni chelakka solishga yordam berish uchun yaqinlashadi, ammo u unga hech qanday iflos ishni qildirmoqchi emasdi. Bu esa Lizani yanada hayron qoldiradi, chunki uning nazarida bunday yumushlar ayolning burchi hisoblanardi, ammo juvon bularni xuddi doim o'zining ishi bo'lgandek tabiiy ravishda bajarardi. Bir zumdan so'ng juvon asta-sekin uning tomon yurib yuziga egiladi. Lizaning yuragi darrov tez-tez ura boshlaydi. U yana lablariga opich qondirmoqchimikan deb o'ylab. U kutish bilan beixtiyor ko'zlarini yumadi, ammo juvon o'rniga uning peshonasiga ohista opich qondiradi. Bundan ancha jasoratliroq narsani kutgan bo'lganini anglash uni juda xijolatga soladi. Juvonning uning reaksiyasini ko'rib, yana bir bor unga yaqinlashadi. Ammo bu safar Liza qaysarlik bilan ko'zlarini keng ochiq tutib, xuddi shu hiylaga ikkinchi marta aldanishni istamaydi. Biroq oldingisidan farqli o'laroq juvon uni bu safar hazillashib qo'rqitmoqchi emas edi. Aksincha, u orani yopib, ohista uning lablaridan opadi. Bu Lizani butunlay tayyorgarliksiz ushlab qoladi, chunki u buni bunchalik to'satdan qilishini kutmagan edi. Xijolatdan allaqachon qizarib turgan Lizaning nigohi to'satdan Dorotiga qarab yoniladi. Kichkina qiz hammasini ko'rdimikan deb o'ylab. Xijolatga endi chidab bo'lmay, u orqasiga o'girilib kulba omboridan chopib chiqib ketadi. Liza ketgach, Doroti juvonga yordam berishim kerak deb o'ylaydi. Garchi uning mayda qolchalari unchalik ish bitirmasa-da. Juvon harakati uchun unga baribir chin dildan rahmat aytadi. Bu esa kichkina qizni baxtdan yorishtirib yuboradi. Juvon go'sht bilan to'lgan chelakni ko'tarib asosiy kulbaga olib kiradi. Ichkariga qadam qo'yishi bilanoq uning burniga chirigan hidi kirib keladi. U Lizaning hayvon terisini nima uchun uy ichida quritayotganini tushuna olmaydi. Ammo uning terini ehtiyotkorlik bilan qirib ishlov berayotganini kuzatgach, bu teri Liza uchun juda qimmatli resurs bo'lishi kerakligini anglaydi. Bu juvonga bu dunyoning turmush tarzi haqida naqadar oz narsa bilishini anglatib qo'yadi. Uning avvalgi hayotida odamlar oddiy deb hisoblagan ko'plab narsalar bu yerda qadrli xazina sifatida ko'rilardi. Shu sababli u nafaqat oz fikrlash tarzini o'zgartirishi, balki bu dunyoda savdo va pul qanday ishlashini ham o'rganishi kerakligini tushunadi. Asosiy moliyaviy bilimsiz kimdir undan foydalanib qolishi vaqt masalasi ekanligini biladi. Liza go'shtga ishlov berish bilan band bo'lganida, juvon yana bir oz ish qilish uchun o'rmonga qaytishga qaror qiladi. Liza darhol uni to'xtatishga urinadi. U yana jarohat olishdan xavotirlanib. Juvon uni tinchlantirib, bu safar faqat bir nechta daraxt kesishni rejalashtirganini, shuning uchun xavotirlanadigan hech narsa yo'qligini aytadi. O'rmonga kirgach, juvon nisbatan kichikroq bir daraxtni ko'rib qoladi va uni mashq qilish uchun yaxshi deb qaror qiladi. Aslida, u eng yaxshi o'tin beradigan deb eshitgan eman daraxtini topishni afzal ko'rgan bo'lardi. Afsuski, u daraxt turlarini bir-biridan qanday farqlashni bilmasdi. Shuning uchun oldida turgan daraxt bilan ishlashdan boshqa iloji qolmagan edi. Kesmoqchi bo'lgan joyini belgilab olgach, juvon boltani mahkam ushlab, uni daraxtga qarab siltaydi. Afsuski, uning tutish kuchi hali ham juda zaif bo'lib, bolta qo'lidan sirgalib chiqib ketadi. Xijolat chekib, u atrofga tez-tez qarab, hech kim bu xatoni ko'rmaganiga ishonch hosil qiladi. Bir necha soatdan so'ng, juvon nihoyat kesilgan o'tinlarga to'la qop ko'tarib qaytib keladi. Garchi u Lizaga yana jarohat olmasligiga va'da bergan bo'lsa-da, bolta ishlatish u kutganidan ancha qiyinroq bo'lib chiqadi va jarayon davomida bir nechta kichik jarohatlar oladi. Uning ahvolini ko'rib, Liza darhol uning yarasini davolash uchun yugurib keladi. Doroti ham Liza kabi yordam bermoqchi bo'lib, kozadan bir oz suv olib, juvonni sovutish maqsadida unga sepadi. Garchi natijada atrofni chalkash holga keltirsa-da, shunga qaramay, juvon uning yaxshi niyatini qadrlab, ohista boshini silaydi. Liza uning jarohatlarini davolab bo'lgach, uchovlari kechki ovqat stoli atrofida yigilishadi. Liza juvon bir kun oldin ovlagan bori go'shtini tortadi. Uzoq vaqt go'shtsiz yurgandan so'ng, oila ovqatdan mamnuniyat bilan bahramand bo'ladi. Ayniqsa Doroti, u shu qadar toyib ovqatlanadiki, darhol ovqatdan keyingi uyquga cho'madi. Juvon uxlab qolgan Dorotini ohista ko'tarib, uni sovqotmasdan qulay uxlashi uchun to'shakka olib boradi. Shu orada Liza juvon uchun bir qozon suv istadi, toki u nihoyat tanasini qoplagan chang, ter va iflosliklardan tozalana olsin. Bu hali o'rta asrlar davrida bo'lgan dunyoda xotindan erini shaxsan cho'milish latta bilan tozalashi kutilardi. Liza juvonning tanasini ohista artadi. U esa uning gamxo'rligini his qilishdan aniq mamnun edi. Biroq Liza juda xijolat chekardi, chunki uning bejirim mushaklari uni tinimsiz chalgitardi. Juvon uni biroz masxaralashdan o'zini
o'pishini tiyolmaydi. U qo'lini cho'zib, uning qo'lidan tutadi va opichga egiladi. Ushbu kutilmagan o'pich tez orada samimiy bir lahzaga aylanadi. Yangi turmush qurganlarning hech biri o'z tuyg'ularini ortiq jilovlay olmaydi. Qolgani esa hammaga ma'lum voqea. Bu Lizzining hayotida birinchi marta shunchalik tinch uxlagan kechasi edi. Hatto bolaligida ham har bir kechasi travma bilan to'lgan edi. Uning oilasi juda kambag'al bo'lib, hammani bir xonada birga uxlashga majbur qilgandi. Shu sababli ota-onasining shaxsiy hayoti bo'lmagan. Bu esa otasini yanada asabiylashtirgan. U tez-tez Lizzi va uning aka-uka opa-singillari ko'z o'ngida onasini xorlardi. Har kuni ertalab ular onalarining ko'karib ketgan holda, jimgina ozicha yiglab o'tirganini ko'rib uyg'onishardi. Kechadan kechaga Lizzi o'zining kelajagidan qo'rqib yashardi. Bir kun kelib onasi kabi taqdirga duch kelishidan xavotirlanardi. Yaxshiyamki, taqdir unga boshqacha yo'l tayyorlagan edi. U juvonni o'zini malika kabi, qizini esa shahzoda qizdek e'zozlaydigan bir erkakni uchratdi. Har kuni ertalab u uylarini tun bo'yi issiq saqlab turadigan yonayotgan o'tinning yoqimli sharpasi bilan uyg'onardi. Har kuni u yonidagi mehribon erkakning quchogida ko'zlarini ochishni umid qilardi. Lizzi har bir turmush qurgan er-xotin ham bunchalik muloyim va sevgiga to'la kechalarni baham ko'rmasligini tushunardi. Shuning uchun juvon unga bergan har bir baxt lahzasini qadrlardi. O'sha kuni ertalab hamma hali uyquda ekan. Lizzi jimgina to'shakdan turib, odatdagi uy yumushlarini bajarishga kirishadi. Garchi juvonning iliq quchogidan chiqishni yomon ko'rsa-da, u xotinlik burchini bajarishi kerakligini his qilardi. Bu juvon unga va Dorotiga qilgan barcha yaxshiliklari uchun burchini bajarishning yagona yo'li deb bilardi. Lizzining an'anaviy fikrlash tarziga qaramay, juvon hamon zamonaviy dunyodan kelgan erkak edi. Uni yolg'iz ishlashiga yo'l qo'ymasdan, u ham to'shakdan turib, o'tinni o'chirishda va uydagi boshqa oddiy yumushlarda yordam berardi. Birga ishlashar ekan, u o'rganib olgan ozgina mahalliy sozlarni mashq qilishda davom etardi. U o'rgangan sozlardan biri oni bo'lib, bu soz Lizzini darrov hijolatdan qizartirib yuborardi. U hali ham bunchalik ko'p mehr-muhabbatga o'rganib qolmagan edi. Uning reaksiyasini ko'rish juvonni yanada masxaralashga undardi. Uning olchaqizil yonoqlari yanada qizarib ketishini kuzatishdan zavqlanardi. Er-xotin bir-biri bilan hazillashib turgan payt, Doroti nihoyat uyg'onadi. Bu ularning suhbati uning uyqusini bezovta qilgani uchun emas, balki u tun bo'yi go'sht yeyishni tush ko'rib chiqqani uchun edi. U juda uzoq uxlab qolsa, qadrli go'sht qandaydir tarzda g'oyib bo'lib qolishidan xavotirlanardi. Yaxshiyamki, chelak ichiga moralab, har bir bo'lak hali ham joyida ekanini ko'rgach, u darhol yengil xo'rsinadi va nonushtani intiq kutadi. Kichkina qizning shunday oddiy narsa, go'sht tufayli bunchalik hayajonlanishini ko'rish juvonni o'rmondagi hayvonlarni ovlashga yanada qat'iyat bilan intilishga, u bori sher yoki boshqa har qanday xavfli yirtqichga duch kelishidan qat'iy nazar unga farqi yo'q edi. Uning yagona istagi oilasi endi hech qachon go'shtsiz qolmasligini ta'minlash edi. Shu sababli u bu safar o'zi bilan bolta olib borishga qaror qiladi. Buni yerdan olgan oddiy tayoqdan ko'ra ancha ishonchli qurol deb hisoblab, boltani qo'lida mahkam ushlab, juvon o'rmon ichkarisiga chuqurroq kirib boradi. Ko'p o'tmay, u bir kun oldin ovlagan yirtqich boridan ham dahshatliroq va bog'uvchi bir mavjudlikni his qiladi. Bu bosimqiroq aura juvonni boltani yanada qattiqroq ushlashga majbur qiladi. U sabr bilan mavjudot o'zini namoyon qilishini kutadi. Biroq soyalardan vahshiy yirtqich o'rniga boshiga kaputyon kiygan bir erkak asta-sekin ko'rina boshlaydi. Bir muddat oldin kapyushonli erkak odatdagidek o'rmon bo'ylab sayr qilib yurgan edi. U yirik bir yirtqichga, ehtimol boriga, tegishli qon izini payqab qoladi. Bu manzara chol e'tiborini darrov tortadi. U qishloqdan qaysi guruh bunday xavfli mavjudotni ovlash uchun to'g'larga chiqqan ekan deb o'ylaydi. Haqiqatni bilishga qiziqib, u buning sababchisini izlab topishga qaror qiladi. Biroq bir necha kun davomida to'qni yashirincha kuzatgach, u topgan yagona odam juvon edi. Ulkan gavdali, kuchli mushakli bir erkak. Dastlab kapyushonli erkak juvon borini oldirgan bo'lishi mumkin deb gumon qiladi. Shu videodan yaxshi aktiv keyingi qism chiqaraman. Tezroq like bosib obuna bo'p qo'yinglar. Telegram kanalimga bir chiqadi. Video kanal Nobitbek.